bo'yli. Vaznda tabiiyki biriga yaqin, ozgina gramiga og'irroq. Ladies and gentlemen, So'z Bruce Buffer. this is the co-main event of the evening. This fight is 3 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 16 wins, 3 losses, 1 no contest. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 and 1/2 pounds. Fighting out of Paris, France, presenting the number 8 ranked UFC lightweight contender in the world, Benoit God of War Saint-Denis. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 24 wins, 13 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 156 pounds. Fighting out of Auckland, New Zealand, presenting the number 6 ranked UFC lightweight contender in the world, Dan the Hangman Hooker. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. Herb Dean ushbu jangda referi sifatida faoliyat olib boradi. Yengil vazn toifasi Avstraliya, Sidney, Dan Hooker, Benoit Saint-Denis. Anchirlar ikkalasi ham Dan Hooker kickboksingdan chiqqan, Benoit Saint-Denis kurashdan chiqqan, lekin boksni ham yaxshi o'zlashtirgan. Kurashda kurashib qo'yaveradi, bo'g'sa bo'g'ib qo'yaveradi. Dan Hooker high kick bilan aktivlikni boshladi, tanaga ham middle kick va kurashi mana. Saint-Denis kurashga kirishga harakat qildi, lekin Hooker bo'yindan oldi, chiqarib yubordi, stoykaga qaytishdi. Yaxshi start. Rang-barang start. Saint-Denis chapaqay stoykada bosim qilyapti. Yana high kick, Dan Hooker oyoqni berdi, lekin ikkinchi oyog'ida tik turibdi hozircha. Yana bo'yinga hujum. Benoit esa oyoqni qo'yib yuborgisi kelmayapti, garchi pozitsiyani sal qo'ldan chiqargan bo'lsa ham endi clinch, endi yana stoyka. Yaxshi himoya namoyish etyapti Dan Hooker takedownlardan. Ikkita urinishni ham yo'qqa chiqardi. Endi Tsarukan, Maxachevlar bilan kurashgan jangchi himoyani baribir ishlaydi. Takedown himoyasini sayqallaydi. Yaxshi kick edi. Saint-Denisning quloqlari yonidan uchib o'tdi bu zarba. Saint-Denisning hujumi kombinatsiyalar bilan kirib bordi. Oyoq, qo'l, mana endi yana urinish. Yana kurashga tortmoqchi, yana chiqib ketdi Hooker. Yaxshi tayyorlanibdi Hooker. Uning kamchiliklaridan biri aynan shu konsentratsiya. Yaxshi. Saint-Denisda ham bor high kick. Ko'pincha Hooker aynan konsentratsiya yetishmasligi sababli o'z potensialini to'liq namoyon eta olmaydi. Lynch oson ketyapti Hooker. Ssenariy takrorlanyapti. Yaxshi high kick, bosh qismiga yomon emas. Ozgina boks, ozgina yana clinch va shu rejadan hech voz kecha olmayapti Saint-Denis. Mana salgina o'xshagandek bo'ldi. Uslub
Oxirgacha emas shu ham. Oxirgacha emas. Bir rejaga o'tish kerak. Menimcha stoykada qolaverish kerak. Berma. Lekin gap yo'q. Mana shu joyda mening gapimga chiroyli javob bo'ldi Benoit Saint-Denis'dan. Shuni xohlamayotgandi Hooker, shuni yomon ko'radi Hooker. Parterni qanchadan qancha jangini shu parterlarda boy bergan. Tirsak ostiga tushib qoldi. Amplituda yo'q, lekin zarbalar bor. Mana qarang. Takedownga urinishlar 4 tasi muvaffaqiyatsiz, 5-chisini o'xshatdi. Qo'lga, armbarga harakatni boshlayapti Saint-Denis. Fokus. Bitta nuqtaga fokus qarang. Zarba berishni yig'ishtirib qo'ydi. Bosim qilishni yig'ishtirib qo'ydi. Faqat qo'lga hujum qilishga urindi, lekin mana shu uning xatosi edi. Stoyka. Stoykada ham Saint-Denis yaxshi aktiv. Butkiga kirib olgandek zarbalar yo'llashyapti, uzoqlashdi. Hooker ishlashni boshladi. Saint-Denis javob zarba. Overhand bilan yaqinlashdi, uchyapti deyarli oldinga Saint-Denis. Yaxshi zarbalar almashinuvi, ikkalasi ham o'tqaza oldi. Lekin ikkinchi takedownga ilinyapti Hooker. Yog'iga vaqt kam, Saint-Denis bo'g'ish yo og'ritishni ulgurmaydi, ammo lekin talofat yetkazishga harakat qilyapti. Ana qismiga yuqoridan mana bombalar, amir fistlar, tana bilan bosim. Hooker hammasini ko'rib turibdi. Ongli ravishda bardosh berdi. Ammo lekin ko'ryapsiz, talofat izlari bor. Oppoq sochlarda qizil rang paydo bo'ldi va bu bo'yoq rangi emas. Yorgan tirsaklari bilan Saint-Denis peshona qismini. Tomosha qilamiz highlightlarda birinchi Hookerning mana bu middle zarbasi yaxshigina ta'sirli chiqdi. Benoit bukilib qoldi bir zum, lekin mana bu takedown tezak bo'ldi raundda. Endi judodan chiqqan, judo uslubini ishlatdi Benoit. Ba'zi ishladi. Va faol birinchi raunddan keyin muxlislar olqishlar bilan ayniqsa Dan Hookerni ikkinchi raundga kuzatib qo'yishyapti. Saint-Denisning qoshi yorilgan ekan, qarang, Hookerning boshidagi qon Saint-Denisniki bo'lib chiqyapti. Va ketdi yana o'rta masofada boks. Benoit bu safar uzoq kutmaslikka qaror qildi, birdan oyoqqa kirdi. Hooker chiqib ketdi, yana klinchdan qo'yib yuborgisi kelmayapti Saint-Denis, tizzalar uchyapti. Lekin Hookerda o'sha kurash amaliyoti kamligi pand beryapti. Necha marta bo'yinga ilindi Saint-Denis. Hech narsa qila olmadi Hooker. Voy. Mana bu juda yomon pozitsiya. Juda ham yomon. Yuz deyarli himoyasiz hozir Hookerda. Yoryapti tirsaklar bilan Benoit. Peshona ketdi. Bitta qo'lini chiqarib oldi. Va o'sha qo'liga hujumni boshladi Benoit. Og'irtish. Yetarmikin bu yerda kuchi? Yo'q, yetmayapti. Qo'yib yuboryapti. Hookerning ham peshonasi lekin oshdan ekan. Uncha bombalarga chidab berib nima yotibdi? Nafasini rostlab. Hatto Saint-Denisni charchatib qo'ydi.
Sendeni mana sal kuch yig'ib olib yana boshladi yuqoridan zarbalarni. Bu safar tirsak bilan jag' qismiga urishga harakat qildi. Va bo'g'ishga oldi. Va nima bo'layapti? Hukerning ko'zi yumilgan. Korbdin kutyapti reaksiyani. Va chidayapti Huker. Ammo lekin oson bo'lmayapti. Qattiq tortilgan uchburchak. Chidayapti Huker. Ko'rinib turibdi, og'ir bo'layapti, asifiksiya bor. Yuzi rangi o'zgaryapti, kislorod yetishmayapti, lekin taslim bo'lgisi kelmayapti Huker. Ko'karishni boshladi, lekin hushida. Shu sababli Herbdin jangni to'xtata olmaydi. Bunaqasiga olyapti. Mana bu endi qiyin, endi Huker. Yo'q. Sendeni charchab qolyaptimi, bilmadim. Zo'r pozitsiyalarni chiqarib yuboryapti. Tabiiyki, Huker ham bunga to'sqinlik qilyapti. Endi boshga zarbalar bo'ldi. Tutildi Huker, ammo zarbalar ketdi. Bu yog'iga ulab yuboryapti. Do'ldan tutildi. Dovulga duchor bo'ldi. Albatta bu zarbalar ta'sir o'tkazmay qolmadi. Den Huker yuzi qonga belandi. Endi aniq Benoit ona emas bu. Jiddiy zarbalarni o'tkazib yubordi tirsakda. Tirsak esa eng talofat yetkazuvchi tana qismlaridan biri. Himoyasiz boradi-da. Va o'tkir zarbalar. Full mount beryapti yana. To'liq full mount. Bilmadim, Den Hukerga hozir Katmanlar yordam bera olishadimi? Chuqur jarohatlar. On to'xtatilishi iloji yo'q bo'lgan jarohatlar va urushda davom etyapti. Sendeni shu chorasini topdi. Bo'g'ib taslim qila olmadi, urib buzib tashlayapti deyarli. Xohlaganicha uryapti full mountda, oyoqlar bloklagan. Den bo'ldi, Den bo'ldi. Finish. Texnik nokaut. Referi qarori bilan. Korbdin haqlimidi? Haqli edi. Chunki sababini tushuntiraman, qarang. Hushidan ketmadi Den Huker. Chuqur himoyaga o'tib, umuman reaksiya qilmay yotdi, bo'ldi. Bu degani u hech narsa qila olmayapti raqibga qarshi. Bunday holatlarda referi aralashishga haqli. Oppoq sochlar endi to'liq qizilga bo'yaldi va bu bo'yoq emas. Ha, 20 sekund chidab bersa 3-raundda Den Hukerda imkoniyat bo'lardi, lekin 2-raundda olgan talofatlari uning harakatlarini anchagina cheklab qo'yardi. Sendenida esa ikkinchi nafas ochilib ketdi. Mana qarang. Mana shu joyda umuman himoyasiz qoldi-da Huker. Mana bu joyda himoya bo'lgan holatda ham zarbalar baribir nuqtasiga yetib bordi. Yaxshi g'alaba, sifatli g'alaba. Benoit yana seriyaga qaytyapti, qarang. 4-chi g'alaba ketma-ket. Mauricio Ruffini ham yutgan o'sha bundan oldingi jangda. Rafael Fiziyevni nokaut qilgan Mauricio Ruffi bo'g'ish uslubi bilan Sendeniga mag'lub bo'lgan.
Xo'sh, endi qarang. Reytingda Benoit 8-edi. Menimcha Hooker bilan joy almashadi. Hooker 6-o'rinni tabiiyki boy beradi. Sendeni ko'tariladi. Endi bilmadim, Paddy Pimblettdan o'ta oladimi? Menimcha o'ta olmaydi. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 45 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO, Benoit God of War Sandini.